Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari, aziz obunachilar, Homon kotelni kuzatyapsizlar. Akalar, biz mana yana 300 kilovatlik kotelimiz tayyor bo'ldi. Bizga esa 150 kilovatga yetadigan kotel bering dedi. Issiqxonaga qo'yilasi, biz esa 300 kilovatlik bo'lgan joyni bemalol isitib beradigan kotelimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni 1,5 sotik joyga qo'yiladigan kotelni biz esa 3 sotiklik qilib berdik. Chunki qishni kunda ham qilanib qolmasin deb turib kattaroq qilib berdik. Ponni oldidan ko'rinishi, oldidagi eshiklari ponni suvli. Pasti ham suv, o'rta ham, tepa ham suv. Bu yerdan ko'mir solinadigan joy, past esa ochib turib tozalaydigan joy. Tepasi ham shu, ochib tozalaydigan joy. Kotelimiz, bu kotelimiz ko'mirga, gazga plus yana svet o'ch bo'lsa ham ishlaydi. Agar gazi keladigan bo'lsa, gaz yoqaman deydigan bo'lsa, gazni shu pastidan tiqib qo'yadi, bemalol yonaveradi. Yoki ko'mirni o'ziga ishlataman desa, ko'mir yoqsa ham bo'laveradi. Endi savol bo'lishi mumkin, svet o'ch bo'lsa ham ishlaydi. Svet o'chib qolganda ko'mir yonayotgan paytda bu tagini jinni ochib qo'yadi. O'zini holatiga qarab, pastroq, ko'proq ochilsa, ko'mir ichidagi ko'mir shunga qarab, havo berilishiga qarab yonadi. Miyalari bu kotelimiz xolis aqlli qilib ishlatadi. Mana shu joydan vigrovka bo'ladi shunisi. Bu joy agar ventilyator havo ko'plik qiladigan bo'lsa, bu joydan pastlatib, balandlatib qo'ysa bo'ladi. Endi bu kranni suv tushib ketadi. Hozir tomchilayapti ekan. Qumlent o'ramadik. Qumlent o'rab qo'yamiz. Hozir bitirdik. Qumlent o'rab qo'ysa suv tushmaydi. Bu eng pastidagi ham kulxona, ham ko'mir solib turib yoqadigan joy. Tepasida ko'mirlari bo'lsa, yonmagan ko'mirlari shu joydan olib borsa bo'ladi. Pastda esa kulxona. Tushgan kunlarni shu yerdan olib tozalab turadi. Mana bu joydan esa ko'mir solinadi. Mana turbalari bor. Bu joydan ko'mir solinadi. Bu joyda yonadi. Turbalari endi bu tepasi esa 3 kunda, 4 kunda bir ochib, tozalab qo'ysa bo'ladi. Mana pulni turbali. Tepamizni qatirmadik. Hozir qatirib qo'yamiz. Yangi suvarka bo'ldi. Ichidagi rezinkasi erib qolmasin. Ponni kotelimiz ichi-yu, tashi-yu turli listda bo'lgan. Sababi o'g'il bosim bo'lsa ham listimiz uzoqroq xizmat qilib beradi. Shuning uchun turli listda qildik. Mana bu tortqilari ichidagi list bilan tashqaridagi listni bir-biriga ushlab turadi. O'zini holatini yo'qotmaydi. Orqa demoxotini shu yerdan tozalaydi. Tushgandan keyin kulib oldi tomondan olinib ketadi. Mana shu joyda ham turba bor. Tekkasiga turba, tepadan tozalab turib, ko'rsatdik, oldidan olinib ketadi. Endi yana bitta sirli joy bor. Mana bu joyi. Bu joyga 32 lik ranning qo'yib qo'yiladi. Svet o'chganda dedik, ichiga havo bu yoqdan beriladi. Svet o'chsa deylik. Mana shunchalik ichiga ochib qo'ydik. Endi bu kotelimiz pastdan yonadi. Pastdan yonib chiqib, tepada dimlanib qolmasligi uchun, tutamaslik uchun mana buni tepaga doğru olib keldik. Shu yerda teshik, shundan havo kirib turib, bemalol yonadi, tiqilmasdan. Endi savol bo'lishi mumkin, 1,5 sotik joyga qo'yiladigan kotelni siz 3 sotik joyga qilib beribsiz, rasxoti ko'p bo'ladimi degan savol bo'lib qolishi mumkin. Hozir shu narsaga ham javob berib o'tib ketishga harakat qilaman. Hozir esa issiqxonaga sistemalar tortiladi. 1,5 sotiklik joyga sistemadagi suv bir xil bo'ladi. Endi faqatgina kotelimiz jicha kattaroq, sal kattaroq, ya'ni tengma-teng katta. Endi buning ichiga primenda endi 300 litr yoki 200 litr suv ketadi desak, 1,5 sotiklikka, bunga esa 300 litr ketib qoladi. 1,5 sotiklikka 250 litr kelsa, bunga 300 litr suv ketib qoladi. Ya'ni 50 litr suv isitishga jicha ozgina rasxod, jinday ko'proq ketadi. Lekin buni bir qator isitib olgandan keyin qolgani sistemadagi suv bir xil, sotiga bir xil, ob'yom bir xil, qolgani ketaveradi. Hech qanaqa oshibcha katta rasxod bo'lib ketmaydi. Naborot, minus kunda bu kotelimiz yaxshi effekt beradi. Endi kim bo'lishidan qat'iy nazar 5 sotik deydimi, 6 sotik deydimi, 7 sotik deydimi, bir 2 sotik, 3 sotik oshibchasi bilan qilib beramiz. Chunki qishni kunida qiynalmaslik uchun 2 sotik, 3 sotik oshibchasini qo'shib qo'yamiz. Agar 30 sotik, 35 sotik, 50 sotik bo'lsa, ularga ham bir 4 sotik, 3 sotik oshibchasi bilan chiroyli qilib beramiz. Kotellarimiz YouTube kanaliga kirib, shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Homon kotel deb yozsangiz, YouTube kanalida chiqadi. Ponni kotellar qilib beryapmiz. Aqlli o'zi desanglar ham qilib beramiz yoki ham aqlli, ham svet o'chib qolsa ishlaydigan, ham gazni o'ziga ishlaydigan kotel kerak desanglar, mana akalar, mana shu kotellarimizni tavsiya qilamiz. Kotellarimiz issiqlikni ichida 80%, 90% o'ziga olib qoladi. Yonib turib bir ichi sirli joyi bor. Xudo xolasa, uni o'zingizlarga tushuntirib beramiz. Hozir ayta olmaymiz chunki yangi kotelimiz bu.
Shuning uchun jiddiy sirli joyi bor. O'shani o'zingizlarga shunchaki tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi ekran ustida mana nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Necha sotik, 1 sotik, 2 sotik yoki uylarga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kommentga o'z fikringizni bildirib qoling. Humo kat yo'lni tuzatdinglar. E'tiborlar uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa bittadan like.